keltirilayotgan zarar hozirgi kunda agar dollarda aytadigan bo'lsa, 190 ming dollar atrofida bo'lyapti. Bu yoqdan firibgarlik ham qilinglar. Tug'asizlar, chiqib ketaverasizlar holatdan. Tug'asizlar, chiqib ketasizlar. Men hasratdan uyim joyimni bir simlab qilib, yig'ib, terib, terganmiz-da bu pullarni. Biz o'zimizcha havoga uchira olmaymiz. Ma'lumoti bor, oldin ham firibgarlik holati bilan shug'ullanib kelgan. Ularga pul kerak bo'lsa, bizga ham pul kerak. Ayollar bo'lmasa, umuman ishlamasin deb faqat firibgarlik bilan shug'ullanishsin, tug'ishsin, firibgarlik qilsin. Tahriyatimizga kelib tushgan murojaat yuzasidan Chorsu tilla buyum bozori binosida turibmiz va ayni damda murojaatning asosiy maqsadi 187 ming dollarga chuv tushgan 14 nafar tilla oldi savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslar. Ularning barchasi o'sha yerda savdo qiladigan 2 nafar ayol tomonidan firibgarga uchragan. Ma'lum bo'lishicha, firibgarlar avval har bir tilla savdochisidan oz-ozdan mahsulot olib, pulni o'z vaqtida qaytargan. Shu yo'l bilan ishonchni qozongandan so'ng ular tilla miqdorini oshirib, pulni keyinroq berishni va'da qilgan va uni qaytarmagan. Bu holatni dastlab jabrlanuvchilar bir-biridan yashirgan, ammo keyinchalik bir holatni ochib bergach, qolganlari ham bir xil usulda aldanganini anglagan. Jabrlanuvchilar tomonidan Shayxontohur tumani ichki ishlar organlariga murojaat qilingan. Olib borilgan tergov harakatlari, video kuzatuv va audio yozuvlar orqali holat tasdiqlangan. Aybdor deb gumon qilingan 2 nafar ayoldan biri o'z qilmishini tan olgan, ammo ikkinchisi haligacha men tilla olmaganman deya da'vo qilmoqda. Tergov ishlari yakunlangan bo'lib, aybdor ayollarga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish chorasi qo'llanilgan. Assalomu alaykum. Bugungi holatimiz bizani shu yerga hammamizni yig'ib jamlab to'plagan holat, hammamiz baravar bir paytda bilmagan holda bu narsani keyin bir-birimiz bilan gaplashib, tanishib, bitta Gold Centerda ishlasak, ertalab kelib kechga ketamiz, bir-birimiz bilan gaplashishga vaqtimiz yo'q. Keyingina bildikki, hammamiz bir insonga aldanib qolganimizni. Shaxsan men o'zimni holatim bo'yicha aytmoqchiman. Maryam degan qizni pasport anaqasi Shohsanam. Bu qizni Salom Ali anaqasi bilan tanir edim. Iloji yo'q, bizani sohada bir-birimizga ishonib, qaysidir magazinga klient kelib, biza magazinda bor narsa uni magazinda bo'lmasligi mumkin. Bir-birimizga kirib chiqib klientlarga narsa sotamiz. Bu narsa bor, bu holat bor Gold Centerda. Mana shunaqa holatda tanishganman u qiz bilan. Bir marta kirib, menga magazinimga bir 15 ming dollarlik tillani qopchiga solib tashib ketdi. Nima sababdan tashaganini so'rasam, Nargiza degan qizga berib qo'ying iltimos, men juda shoshyapman. Nargizani o'zingiz ham yaxshi taniysiz, bog'chaga ketishim kerak. Bu maqsad meni qiziqtirish bo'lgan. Nargizaga berib qo'ydim dedim. Keyin Umida opa, Nargiza juda ham anaqa yaxshi ishlayapti, savdo yo'q, qish bo'lgan, fevral oyi bo'lgan. Nargiza juda yaxshi ishlayapti, ishlang, ipodromda Sergelida bitta ayolni topgan, shu ayolga olib borib sotyapti. Yaxshi ishlayapti deb 3-4 marta menga murojaat qilib, meni shu narsaga qiziqtirganida Nargiza kirgan ketida Maryam sizga aytdimi deb, Shohsanam deb aytdimi? Ha, aytdi desam, 100 gram tilla bersangiz, men 3 kunda shunday klientga olib borib sotib, pulingizni olib kelib beraman degan. Bir marta bo'lgan bu holat, ikkinchi marta yana kirgan. Ikkinchi martasida ham shu 3 kunda tezdangina qilib yopib berganda, uchinchi marta уже vaqt cho'zilib ketgan. Vaqt cho'zilib shu mart oyiga kelganida, ro'za oyida 3-4 marta telefon qilsam, telefonimga javob bermaganidan keyin men Maryamning yoniga chiqqanman. Sababi meni Maryam tanishtirib, menga Maryam bu narsani gapirib, qiziqtirib, shuning uchun keyin men qaytib Maryamning yoniga chiqib, Shohsanamning yoniga chiqib, Shohsanam, siz tavsiya qilgan odamingiz, siz men garantiya deb aytgan odamingiz, Sergeli ipodromga olib borib sotyapti, men ko'rib kelganman shu ayolni, juda yaxshi ishlayapti, ko'zim bilan ko'rib tanishib keldim deganingiz uchun ishonib, men berganman Nargizaga deb aytganimdan keyin, opa, to'polon qilmang, ovoza qilmang, xudo xolisa sizni shanba kuni 22 mart kuni bo'layotgan, 18 mart kuni bo'layotgan gap bu. Men sizni xudo xolisa yopib beraman degan. O'sha qarzini magazinida, kamerada hamma gap bo'lgan. Faqat bitta iltimos, tashqariga chiqib to'polon qilmang degan. Nimaga endi bu narsani juda mendan qattiq anaqa so'rayapti deb, o'sha sekin chiqib, qiziqib anaqa qilsam, bitta men emas ekanman Gold Centerda. Biz mana ko'pchilik ekanmiz. Hozirgi paytda bu yerda ko'pchilik yo'q, bugun ishga kelmagan. Biz bugun bu narsaga qaror qildikki, yig'ilishib, chunki juda ko'p vaqt qo'yladik. Rahmat organ xodimlariga, kattakon rahmat. Bizani iltimoslarimiz, bizani
bergan xatlarimiz ko'rib chiqildi, hammasi ko'rib chiqilib, xudo xolisa shu kungacha adolatli anaqa qilib ko'rilyapti. Oxirigacha men o'ylaymanki, iltimos qilaman, so'rayman, talab qilaman, shu narsa qonun doirasida ko'rib chiqilib, hammamizga yordam berib, qonun doirasida shuni ko'rib chiqishligini juda so'rayman. Bu ishini почти 3-marta qilayotgan nimasi ekan, piramida anaqasi. Bu narsani bir-birimiz bilan gaplashib, tanishib, bir-birimizni holatimizni bilganimizdan keyingina bildikki, почти bir kimnidir yoniga Nargiz kirib chiqib yurgan molga, kimnidir o'sha konkretni Maryamni o'zi anaqa qilgan. Lekin oxirida Maryam o'sha Shohsanam degan qiz chorsida bularni hammasini ismi boshqa ekan. Pasport bo'yicha bular oilaviy, ismi umuman boshqa. Bo'tga chorsiga kelib, hayotda bularni ismi umuman boshqa. Bu narsani oldindan qilib kelgan, bu narsaga bular tayyorgarchilik ko'rgan. Nimaga endi Shohsanam Maryam eri bor, otasi bor, mayli uni 5 ta farzandi bo'lsa, Nargizni ham shuncha farzandi bor. Nargizni использовать qilib, lekin bu narsani to'g'ri organ xodimlari o'rganib chiqadi, kamera degan narsa bor. Hamma narsani Nargiz постоянно Shohsanamning magaziniga olib kirgan. Pulni ham, tillalarni ham Shohsanamning magazinidan mol olib chiqqan. Nargizni o'ziga hech kim shuncha mol ishonib baribir bermas edi. Bu narsani bular endi obdon chizib, o'rganib chiqib, yaxshilab tayyorgarchilik ko'rib, birinchi, ikkinchi marta bunaqa holatlardan yaxshi silliq chiqib ketgani uchun mana yana qilgan. Bu gal ham shunaqa silliq chiqib ketamiz deb o'ylagan bo'lsa kerak edi. Olamur, assalomu alaykum. Hozir bu yerda hammamizni yig'ib turgan holat, bizni ko'rib turgan odamlar hammamizni uzoq yillardan beri, shaxsan men 10 yillardan beri shu tilla sohasidaman. Prezidentimiz shu zargarlik sohasiga rivojlanishiga yangi qonunlar kiritganlaridan keyin 2022-yil noyabr, oktyabr oylarida shu Chorsu Gold Center ochildi. Ochilgandan keyin hamma tadbirkorlar shu yoqqa bir bo'lib, shu tilla sohasi ishlagan hamma o'zi uchun do'kon olib, bir xil o'ziga shaxsiy do'koni bor, bir xillarniki ijarada turadi. Bu yerda hamma o'zimizning o'sha milliy brendlar, zavodlar bilan hamkorlikda oldi sotish bilan shug'ullanib kelamiz. 2025-yil mana shu yil, ya'ni mart oyida, mart oyida bizga ma'lum bo'ldiki, mana shu Chorsu Gold Centerda 14-M Gold degan do'konda rahbari, shu ishlaydigan ham rahbari ham o'sha tadbirkori Arabiddinova Shohsanam ismli ayol bizga Maryamni tanishtirgan o'zini. Shu ayol bilan Tashtemirova Nargiza birgalikda shu qanaqa desa ekan, qo'sh tirnoq ichida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelishar ekan. Qanaqa tadbirkorlik faoliyati bilanki, shu mana shu Gold Centerda ishlaydigan hamma tadbirkorlardan ozgina bo'lsa ham miqdorda tilla olib, pulini 10 kunda, 15 kunda, 20 kunda qilib beraman deb o'ziga olib borib, misol uchun o'sha paytda grammini 500 ming so'm sotilayotgan bo'lsa, 500 ming so'mdan bizdan olib, misol 400 ming so'mdan olib borib lomga sotib 100 ming zarariga o'zi kelgan u pulni o'zini ehtiyoji uchun ishlataverar ekan. Qisman misol uchun bizdan 100 millionlik tovar olsa, bizga 50 millionni berib, qolgan 50 millionni o'zini ehtiyoji uchun ishlataverar ekan. Biz bu narsalarni bilmaganmiz. Biz rostdan ularning klient o'sha mijozi bor. Shuning uchun o'zini mijozi orqali sotib qilib bizga sotib beryapti, bizga qarashyapti, shu birgalikda shu savdo bilan shug'ullanyapmiz deb o'ylaganmiz, lekin aslida ular o'sha oson pul topish yo'lida olib, bizdan olib, shunda lomga deymiz biz, lom bozor bilan aytganda lomga sotib, pulini o'zini ehtiyoji uchun ishlatib kelgan ekan. Bu narsalarni o'sha bilib qolganimiz 18-mart kuni bilib qoldi bu narsalarni. Shunaqa sotilayotgani, chunki bizga o'sha paytlarda pul yetib kelmagan. Hammani zarari har xil. Shaxsan meni zararim, men qo'lim bilan bermaganman-ku, lekin meni qo'l ostimda ishlaydigan, do'konimda ishlaydigan, shu boshqa do'konimizda ishlaydigan qo'l ostimdagi bolalar, ayollar berib qo'yishgan. Shaxsan meni o'zimga bo'layotgan ziyon, o'sha qo'l ostimdagilar berib qo'yganini hisobini oladigan bo'lsa, kilo hisobida 1 kilo 60 gramm bo'lyapti. 1 kilo 60 gramm bo'lyapti. Hozirgi kunda tillarning o'rtacha narxi 1 grammi 1 million so'm bo'lyapti. Sotuv narxi. O'rtacha narxi bu. Bizga общий xullas Gold Centerdagi hamma tadbirkorlardan keltirilayotgan zarar hozirgi kunda agar dollarda aytadigan bo'lsa, 190 ming dollar atrofida bo'lyapti. Shu zararimiz shu kungacha mana hozir tergov harakatlari boshlandi. Ariza yozganimizdan keyin biz 2025-yil 23-mart kuni Shayxontohur tuman IIBga o'sha ariza bilan murojaat qildik, 102 orqali. Shunaqa firibgarlik holati bo'lganligi yuzasidan shu kungacha tergov harakatlari olib borildi. Tergov harakatlari olib borilib,
tergov harakati tugatildi. Arabiddinova Shohsanamga va Toshtemirov Nargizaga nisbatan 168-modda Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblov e'lon qilindi. Sudgacha ehtiyot chorasi sifatida qamoq ehtiyot chorasi tanlandi. Ularni bolasi borligi, Nargizani misol uchun 4 ta bolasi bor, Shohsanamning 5 ta bolasi bor ekan. Ular voyaga yetmagan bolalari bor ekan. Ular voyaga yetmagan bolasini o'sha borligini inobatga olinsa ham, boshqa qilsa ham, summani zarari kattaligi yuzasidan, ularni bittasi Nargiza tan olib turibdi aybini, lekin Shohsanam tan olmaganligi uchun hech qaysisiga bir so'm bermayman, hech qaysinisidan men qarz emasman, hech qanaqa aybini xullas tan olmaganligi uchun ularga menimcha endi bilmaymiz, qonun doirasida ish ko'rildi. Hammasini ko'rib turdi, xolis bo'ldi, yugurishdi, tergovchilar ham, o'sha IB xodimlari ham hammasi o'zimiz bilan ko'rib turdi, dalillarni o'sha xolislik bilan yondashib, dalillarni tekshirishdi, boshqa qilishdi. Hamma narsaga dalillarimiz bor, videolarimiz, audio, video zapislarimiz, yozishmalarimiz, telefonda, Telegramda skrinshotlar, hamma narsa bor, taqdim etilgan. O'sha bo'yicha qamoq ehtiyot chorasi tanlangandan keyin Arabiddinovaning advokati, uydilari qarzni to'laymiz deyish o'rniga, ayb e'lon qilinsa ham qarzni to'laymiz deb bo'yniga olish o'rniga bizning ustimizdan tergov xodimlarining ustidan, butun o'sha prokuratura, Shayxontohur tuman prokuraturasining ustidan, Toshkent shahar GUD deymiz, ichki ishlar bosh boshqarmasini ustidan, hammamizning ustimizdan xullas ariza berib, tergov bir tomonlama bo'lganligini, hech qanaqa uni aybi yo'qligini bir tomonlama qarab, unga qamoqni ehtiyot chorasini nohaqlik bilan tiqib qo'yishganligini vaj qilib endi keltiryapti hozirgi kunda. Lekin zararni aslida u zararni qoplashni bizga aytish kerak edi, taklif qilish kerak edi. Hatto kechirim so'rash kerak edi, menimcha qilgan ishlarini tan olib. Chunki bittasi sherigi Nargiza tan olib turibdi hammasini. Haqiqatdan nima bo'lgan narsa holatlar bo'yicha kechirim so'rayapti, tan olyapti hammasini. Qilgan zarar bo'yicha deyapti, 3000 dollarga yaqin pul yeganman men deyapti. Pulni qaytarishga tayyorman deyapti. Qolganini Shohsanamga berganman. Videolarda ko'rinib turibdi hammasi, videolari bor, do'konda videolarga tushgan deyapti. Qolganini bu berish kerak deyapti. Agar bir zararni 190 ming dollar olib qaraydigan bo'lsa, hammasi hujjatlari keltirilgan, 190 ming deb keltiradigan bo'lsa, misol 2000-3000 dollar Nargiza yegan bo'lsa, qolgan 187 ming dollarni Arabiddinova Shohsanam o'z ehtiyojini sarflab olgan bo'lyapti, lekin undan hali 1 dollar ham yoki 1000 so'm ham bizga hali bergani yo'q zarardan. Zararni berish o'rniga ular har xil joylarga, даже prezident apparatigacha borib yozilibdi, bir tomonlama ko'rilyapti deb. Lekin menimcha u prezident apparatini rasmiy saytida qo'yilgan o'sha postda u yoqda bir tomonlama ko'rilgan, faqat Maryamni yona olingan, ya'ni Shohsanamni yona olib bir tomonlama post qo'yilgan. Biz haqimizda shuncha arizachi borligi, bizga nisbatan shu kungacha bo'lgan narsalar, videolar, zapislar, hujjatlar, dalillar tekshirilmasdan turib o'sha post qo'yib yuborildi. Qo'yib yuborilib, shu postga raddiya sifatida biz hammamiz hozir murojaat qilyapmiz. Bizga zararimizni iltimos undirib berishi yuzasidan o'sha holat bo'yicha tegishli organlarga aytganmiz. Ish ham ko'rilyapti. Shu videoda yana bir marta shu zararimizni undirib berishinglarni kerakli organlarga yetib borish uchun video qo'yamiz. Holat bo'yicha hozircha qisqacha shu. Agar kimdir alohida dalillar qiziqtirsa, o'sha ish bo'yicha hamma pokazani ko'rsatmalar hammasi qiziqtirsa, bizda hamma narsa bor. Tergov organlariga taqdim qilganmiz. Bu yerda bitta mana emas, shuncha tadbirkorlar o'tiribdi. Bir xillarni tadbirkorlik faoliyati tugatilishiga ham sabab bo'lyapti mana shu narsa. Mana shu holatdan keyin bir xillar o'sha ishga ham chiqmayapti. Chunki bor yo'q o'sha aylanma oborotini, pul mablag'larini firibgarlar tomonidan o'zlashtirilganligi uchun faoliyatini tugatishga majbur qilyapti. Endi hammamiz soliq to'lovchimiz, hammamiz mana shu qonuniy ravishda ishlaymiz. Hammamizning o'sha tegishli anaqa hujjatlarimiz bor, hujjatlar asosida shu soliqlarni to'lagan holda shu yerda faoliyat yuritamiz, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanamiz shu yerda. Endi bu yog'i mana gapligi bo'lsa, aytganimdek, bu 3-holat biz ishda surishtirganimiz 3-holati menimcha. Har holatda bu ayol tuqqan ekanda, chaqaloq tuqqan ekan. Endi agar bizani kamizda hamma ayollarga bu namuna bo'ladimi? Mana tug'uringlar. Bu yoqdan firibgarlik ham qilaveringlar. Tug'asizlar, chiqib ketaverasizlar holatdan. Tug'asizlar, chiqib ketasizlar. Biz endi tug'ish yoshidan o'tib qoldik-da. Tug'a olmaymiz. Ular endi tug'ish yoshida har yili nima holat qilgan bo'lsalar, bu narsani ham men iltimos qilaman, ko'rib chiqishsin, oldingi holatlarni ham o'rganib chiqishsin. Organ tomonidan ham holat bo'lgan, har bitta holatdan tug'ib qutulib chiqib ketgan ekan bu ayol. Shuni iltimos ko'rib, tekshirib, gapim men anaqa qila olmayman, bu narsani faqat organ tomonlari ko'rib chiqib isbot dalilini ko'rsatib berisha oladi, lekin bizani bilishimiz bo'yicha har bitta holatda bu tug'ib qutulib chiqib ketgan ekan.
oldin ham shu firibgarlik holati bilan shug'ullangan demoqchilar. Shunaqa bizda ma'lumotlar bor. Oldin ham shu firibgarlik holati bilan shug'ullanib kelgan. Xuddi shunaqa hozir Toshtemir va Nargizani dan foydalanib boshqalarga uni ko'rsatib turib, uni oldi deb, bunga bu javob berish kerak deb turib, oldin ham 2-3 marta shunaqa ayollarni mana shu использовать qilib deydimi, o'rishasiga использовать qilib, ulardan foydalanib, keyin ular o'sha qamoq jazosi bilan firibgarlik holati bilan sudlanib, qamalib ketganidan keyin bu ayol o'sha qanaqadir moddiy tomondan o'zlashtirib yurgan ekan, oldin ham bo'lgan ekan demoqchimiz. Mana shu firibgarlik holatlari bizani isbotlarimiz bu narsa bo'yicha hamma narsamiz qo'limizda yo'q, oldingi holatlar bo'yicha, lekin shu organda arxivida tursa, shu yerda bor ekan, oldingi holatlar bo'yicha. Bu ham Maryam, ya'ni Shohsanam ham ishtirok etgan oldingi sudda ham, boshqada ham, ya'ni boshqa ayollarga o'sha tuhmat qilib, shunaqa qilib oldin ham shu holatlar bo'lgan ekan. Chunki biz ham ko'cha-kuydan o'tdan bu yerdan ma'lumotlar yig'ib yuribmiz. Mana shu holatlar bo'lgani uchun o'zimiz uchun qanaqa nima guvoh bo'ladigan bo'lsa, guvohligi nima o'tadigan bo'lsa, dalil bo'lib nima o'tadigan bo'lsa, hammasini qidirishga majbur bo'ldim. Mana shu ishdan 2 oy davomida kichkina bo'lsa ham dalillarni qidirib, o'zimiz uchun qidirib topdik. Bu eshitgan narsalarimizni aytyapmiz. Hozirda shu qonuniy chora ko'rib, zararimizni undirib berishinglarga, undiruvga qarab berilishini so'raymiz. Men hasratdan uyim joyim deb bir simlab qilib yig'ib terganmiz-da bu pullarni. Biz o'zimizcha havoga uchira olmaymiz bu pulni. Iltimos qilardim shu ichki ishlar xodimlaridan ham zarar qoplanmaguncha iltimos qilamiz, ularni etdan chiqarmaylar. Meni mana shu iltimosim. Iltimos shunchalik zo'r ishlashyapti. Rahmat ularga ham, ichki ishlar xodimiga, hammaligisiga baraka topsin. Shu murojaatim shu. Zarar qoplanmaguncha chiqishmasin. Ularda farzand bo'lsa, bu yerda hamma o'tirgan tadbirkorlarning ham farzandi bor. Bizga ularga pul kerak bo'lsa, bizga ham pul kerak. Ular osonlikcha topgan pulni bizni peshona teri bilan topganmiz-da pullarni. Shuni iltimos qilardim men. Qayta mana aytaman, iloyim mana shunaqa chiqib ketishmasin-da, ani zarari qoplamaguncha. Shuni iltimos qilib qolardim. Rahmat mana. Biza ham bo'lmasam, bizni ishonganimiz uchun o'zimizga, biz o'zimizdan haqqimizni talab qilayotganligimiz uchun biz advokat olmadik. Kerak bo'lsa advokat ham olamiz. Yozma ravishda har bitta nima organ bo'lsa, nimamizda, respublikamizda har bitta organga murojaat qilib chiqamiz. Qachondir bu narsa to'xtashi kerak. Bu narsa davom etaversa, kim ishlaydi, kim tadbirkor bo'ladi? Hamma bir-birini aldab tug'ursa, ayollar bo'lmasam umuman ishlamasin deb faqat firibgarlik bilan shug'ullanishsin, tug'ishsin, firibgarlik qilishsin. Raddom ishlaydi, firibgarlar ishlashadi. Bo'ldi. Shu ikkitagina faqat anaqa ishlaydi. Raddom bilan firibgarlik, sud, milisa ishlaydi, sud ishlaydi, raddom ishlaydi. Bu yoqda aldab bu yoqqa borishadi, raddomga borib tug'ib, mana shunaqa qilib aylanib yurishaveradi. Bo'ldi, biz ishlashimizni hojati qolmaydi. Tadbirkorlar hammamiz yig'ishtirib qo'yamiz ishimizni. Mana shuni qattiq iltimos qilaman, shaxsan men. Ular zarari qoplamaguncha chiqmasin, bo'ldi shu. Eng katta iltimos shu. Bizni adolat tarafimiz faqat. Bu yerda hech kimni bizni ta'zimimizda ham, ichki ishlar xodimini ham, boshqasi organ xodimidan ham qarindosh urug'chilik joyimizda ham bizani. Biz mana bordik, ustidan ariza yozdik, bo'ldi, shunaqa ta'minlik bo'ldi. Biz ta'minimiz ham bor. Ustimizdan tuhmat chiqdi. Organ xodimlariga bizni pul предлагать qilamiz. Что mana bizani ishimizni ko'rib bering, faqat bizni tomonga biz bir marta ham bormaganmiz. Nimaga kirganmiz? Shu o'zimizning rayon nimasiga, shu chaqirganidan keyingina faqat organ shu Shayxontohur desiga borganmiz. Hamma narsa oydinlik bilan bor. Hech narsani bekitib, anaqa qilib qilayotgan joyimiz yo'q. Minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga, Shayxontohur tuman prokuraturasiga va Shayxontohur tuman IIB, ya'ni ROVDga o'sha xolislik bilan, o'sha tezkorlik bilan harakat qilinganligi uchun minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Bugun 30-iyun va Effektus jamoamiz bilan birgalikda Toshkent shahar sudida turibmiz. Voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Bugun 30-iyun biz Chorsi Gold Center tadbirkorlari Toshkent shahar sudiga keldik. Arabidinova Shohsanamni advokatlari apellyatsiyaga berishgan ekan. Sudimiz, oliy sudimiz, shahar sudimiz adolatdoni qaror chiqarishiga ishonamiz, talab qilamiz, kutib qolamiz. Sudga keldik, bizdan sudga kirgizishmadi, yopiq sud ekan. Sud tugashini kutib turibmiz. Sizlarni mana poddershkalar bilan, ichki ishlar xodimlarining poddershkasi bilan jabrlanuvchi bizga yetkazgan moddiy zararlarni qoplashadi deb unaqa qilamiz, so'rab qolamiz. Biza bularni qamalib, kimlardirlarning oilasi mana bunaqa
bo'lib ketib, bolalari yosh bolasi bormi, boshqasi bormi, o'tgan gal aytganimizdek, emizuvli bolasi bormi, bolalari ko'chada sarson bo'lib qolishini biz ham xohlamaymiz. U narsani tarafdori ham emasmiz. Biz faqat o'zimizni bizga yetkazilgan zararni qoplab berishini so'rab qolamiz. Ma'lum bo'lishicha, qaror o'zgarishsiz o'z kuchida qolgani aytilmoqda. Bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang.